Bismillahirrahmanirrahim. Sura Kafirun. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilen başlayman. Kul ya eyyuhel kafirun. Ey Muhammed, seni butlarga çoqunuşqı ündügüçi kuffarlarga aytqin ki, ey kafirlar, La a'budu ma ta'budun. sizlar çoqunuvatqan butlarga men çoqunmayman. Wa la antum 'abidun ma a'bud. Sizlarmu men ibodat qilivatqan Allohga ibodat qilmaysizlar. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Sizlar çoqungan butlarga mening çoqung'inim yo'q. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Sizlarningmi men ibodat qilgan Allohga ibodat qilganinglar yo'q. لكم دينكم ولي دين. Sizlarning dininglar o'zinglar uchun. Mening dinimmi o'z